Andijon viloyatida ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi respublika bo'yicha yuqori ko'rsatkichga ega bo'lsa-da, ta'minotda muammolar mavjud bo'lgan hududlar ham yo'q emas. Masalan, Asaka tumanida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha yechimini kutayotgan masalalar bor. Ayni paytda ana shu maqsadda amalga oshirilayotgan ishlar izchil davom etmoqda. Hozirda O'qchi Asaka yo'nalishi bo'yicha ichimlik suvi tarmog'ini tortish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Loyiha qurilishini yaxshilik sari mas'uliyat cheklangan jamiyati amalga oshiryapti. Qurilish ishlarini 2026-yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Loyiha amalga oshirilgandan so'ng minglab asakaliklarning toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji to'liq qondiriladi. Hozirgi kunda Asaka O'qchi ichimlik suv tarmog'i tortish qurilish montaj ishlarini bajarmoqdamiz. Diametri 426 lik turbada Asaka xalqiga 35 ming aholiga ichimlik suv ta'minotini yaxshilash uchun 11950 metr uzunlikda tarmoqlar montaj qilishlar bajarilgan. Mazkur loyiha uzoq yillar davomida aholini qiynab kelayotgan ichimlik suvi muammosiga ijobiy yechim bo'lib xizmat qiladi. U nafaqat aholining turmush sharoitini yaxshilaydi, balki tozalik, sog'lomlik va hayot sifatining oshishiga ham muhim hissa qo'shadi.